Kostyum burulqılıq yavayı. Bolağa tekkan tiltayoq ko'z oldimizdagi kichikgina bir masalani hal qilgani bilan bolaning yuragiga unutilmas azob solib o'chmas jarohat qoldiradi. Zo'ravon tarbiya bolani itoatchan qilgani bilan uningga aql farosat berolmaydi. Raishlik qilgani bilan talabchanlikni va intilishchanlikni o'rgatolmaydi. Zo'ravon tarbiya orqali vaqtliq va yuzaki unumga erishgil bo'lgan bilan uning badaliga bola tushkun va g'amxonlardan bo'lib qoladi. Televizordan balını uruşqı bulamdı yo'q degan temadagi bir suhbat programmasini ko'rib qoldim. Programmada balını urush tarafdorlari bilan urmaslik tarafdorlari o'zaro munozirlashdi. Ularning munozirasini anglab o'ylanib qoldim. Bundaq munozirani televizorga olib chiqish xuddi 100 yil burungi bir xotinlik tuzumni yo'l qo'yish kerakmi yo'q, xotin kishining putini bo'g'ish kerakmi yo'q degan gapni qayta avzaylatgandek arnimas emasmi? Demak, bu gapning munozir temasi qatorida dasturxonga ilib chiqilganligidan jamiyatimizning bola urushdan iborat bu yomon odatga yanada xomushlarcha kang qo'saqlik qilayotganligini jazmlashtirishga bo'ladi. Insoniyat madaniyati rivojlanib bugunga keldi. Demak, dehqonchilikda o't g'ush bilan saponga, urushda yo bilan o'q tayindigan, tebobatchilikda perixonning tilovatiga murojaat qiladigan ibtidoiy holatga qaytish mumkin emas. Ammo oila tarbiyasida yanada vahshiy va qo'pol usulni qo'llanayotganlar yo'q emas. Ota-onalarning tarbiya ingi farqli bo'lg'achqa, bir davrdagi o'xshash bo'lmagan oilalarda yashayotgan bolalarning tarbiya muhitimi go'yo madaniy dunyo bilan badiviy dunyodek osmon-zamin farq qiladi. Bola urush ham qaloq ham yomon odat. Bolani tan jazosi bilan boshqaradigan odam mayli mol dunyosi tog'dek boyvachcha bo'lsa-mu, o'rni qancha yuksak mo'tvar bo'lsa-mu, bilimi qancha cho'nqur olim bo'lsa-mu, odam urushdagi bahona sabablari to'liq haqqonatchi bo'lsa-mu, u yanala aqlining tayini yo'q bechora xolos. Undaq odam bolasi oldida pixsik tamponligini butunlay yo'qotib qo'yganligi uchun uning o'rnini jismoniy jihatdan to'ldirib olmoqchi bo'lib, kuyim nomida bolasiga zo'ravonlik qiladi. Demak, undaq odamni kostyum burulqiliq yavoyi deb ta'birlashli mumkin. Kishilar hamisha bolalar hozir bakla erka o'ginib qoldi, yog'ning ichidagi bo'rakdek yashaydi deyishadi. Amaliyotda bizda bola tarbiyasidagi oila zo'ravonligi intayin og'ir. 2007-yili Jungo siyosiy qonunlar universitetidagi ikki professorning oilalardagi bolalarga tan jazosi berish hodisasi ustidagi tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, hozirgi bolalarning 3dan 2 qismi oila zulmiga uchraydi ekan. Oralab tekshirilgan 498 nafar oliy maktab o'quvchisining 54% o'zlarining o'rta boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'larida oilasida tan jazosiga uchraganligini eslab beribdi. Bularning 88% ota-onasidan tayoq yeb boqqanlar ekan. Birovning ayni tabiati ojizlar oldida oson oshkorlandi. Masalan, nurg'un kishi idorasida do'st birodarlar orasida nihoyat xushfe'l va sipoyi ko'rindi. Ammo suyimli bolasi oldida adabsizlik qilganligini o'zim bilmay qoladi. Bir jup xotin bo'ldigan. Ular men bilan yurtdosh ham qurdosh edi. Xotin ishkelisi Beyjandagi ma'lum bir danglik korxonada ishlaydigan haqiqiy oq yaqiliqlardan edi. Qizim bilan tangdimatlik o'g'lining yaramsiz chiqib qilayotganligidan bekli norozi edi. Asralashib qolgan chog'larimizda hadisi o'g'lining o'rganishdan nachar, bosh-boshtoq ham sapara mijozdan qaqshab, o'zining sho'rpeshaligidan vaqsaytdi. Qizimga bekli havas qiladi. Ularning hamisha bolasini uradiganligini bilatdim. Shunga balaga undaq qilmanglar, balaning obda odam bo'lib chiqmasligi lotereya sotib olgandek talay sinaydigan ish emas. Tarbiyanglarga bog'layaq deb nasihat qilsam, gapimni chivig'im elib qo'ymay, isning ochiqini mo'r o'zi biladi, sen nimani bilatding deb turib oladi. Bir kuni heliqa ayol yurtdoshim o'g'lining yog'och quloq bo'lib qolganligini dartlab bergach mundaq dedi. Bu yog'och quloq kichik chog'dan boshlabla shundoq edi. Magazinga kirsalar, uni elib ber, buni elib ber deb turib oladi. Elib bermasam yadi etib elib yig'lig'il turadi. Mushning uchunlar uni necha qatim urib etganligimni o'zim bilmayman. Demak, u yurtdoshimning o'g'lini sonsiz qatimlab urganligi oila tarbiyasidagi masalaning azaldan hal bo'lmay kelganligini tushuntirib berdi. Undaq muhitda o'sgan bola o'zidagi ayiblar sababli yetkichi azob cheksimi, durust ideya va idrok shakllantirishga izchil qodir bo'lolmaydi. Pükülüş bilan qarşılıq bildirish xavg'asiga to'lgan umr manzilida hech qanday chiqish yo'l topolmay, oxiri garang bo'lib qoladi.
Ballardaki oңlaş қиынғы düşüdüğün məsələlərinin həmmisini ata-analarның nabub tərbiyə usulı keltirib çıxarğan boldu. Balını urub tillaş, ata-analar ən köp qollundığan həm nəhayət pişiq bildiğan tərbiyə usulü. Amma bu xil usul heç qandaq məsələni həll qıla almayla qalmay, hətta balını kardan çıxırdı. Hər qandaq balının bəğərəzlik qıldığan çağları buludu. Menimcə baladakı ondaq bəğərəzlikni tügütüşdə balını urub tillab yürüşünün hacıdı yox. Kızımның 3-4 yaş çağları idi. Bir qıtım onu itlab magazинға kirdim. Kızım başqa balalarning içib atqanligini ko'rgan bo'lsa kerak, qandaqdir bir xil pigment qo'shilgan ussuzlikni ichiman deb turib oldi. Men qat'iy unamadim. Chunki menimcha undaq ussuzlik aqalli tozalik o'lchamiga to'shmaydi. Qizim dastlab menga patnab magazindan chiqmay turib oldi. Keyin yerga o'zini tashlab yig'lab o'tirdi. Ammo men azroqmi terikmay, go'yo qumliqda uyg'onib o'ynayotgan bolani tomosha qilayotgandek yonida qarab turaverdim va pokaydagi mollarni ko'rgach pirkaschi bilan paranglashdim. Qizim mening qilcha ochiqlanmaganligimni ko'rib, menga parvo qilmadi deb o'yladi bo'g'ay, texmi g'avg'o qilib turdi. Yer maynat bo'g'ashqa qizimning usti-beshi bulg'unib ketdi. O'tgan kechgalar uning hayron bo'lib qarashatdi. Men ta'rimni o'zgartmay turaverdim. Birdamdan keyin qizimning oldida zo'ngdiyib o'tirib uningga chiroyliqcha "Mayli balam" dedim. Ammo u meni ba'zigil keldi deb qoldi bo'g'ay, yana yig'lig'ildi. Men darhol nari ketdim. Bir ozdan keyin sapsasam qizim g'alva qilib harg'andak turdi. Shuning bilan uning oldiga borib tabassum bilan so'radim. "Bo'ldimi balam? Endi mangayli, bo'lamdi?" Ashunda g'avg'o qilaversa, qilcha foydasi yo'q ekanligini sezgan qizim asta o'rnidan turdi. Ana bola ishkaylan xuddi yetish bo'lmagandek qo'l tutishib xo'shal qo'ranmoqdik. Bay hemen düşendirip boğaçqa balağa təəddimo qılmadım. Qayda sözləb yürümedim. Qızım şundan keyin heliq ussuzluqning gepini ishkençlab eg'izg'anmadi. Hatta men ammaymiz degan narsalarning g'avg'osini faqatli qilmaydigan bo'ldi. Balani indek keltirish amaliyoti shundoq o'ng'ay tursa, uningga tayoq ketamdi. Ata-onalar bilan bola o'rtasidagi har qatimliq to'qinish balaga bir xil narsani o'rgatishning obdan fursati. Onun ustiga ata-onalar bola bilan bo'lgan bir to'qinishni savarchanlik bilan haqiqiy hal qila olsalar, shu orqali keyingi nurg'un tugunlarni bemalol yeyisha oladi. Balani urib tillash tarbiyadagi eng bo'lmag'ur usul. Shunga zulm bilan bitar, rahim bilan yetar, ota-onasining tayog'ini yegan bola vafodor bo'ldi degan gapni eg'izdan tushirmaydiganlarning bola tarbiyasi ustida ko'li qottirib boqqanligiga hargiz ishonmayman. Chunki undaq yovvoyilarcha usulda tarbiya omili mavjud emas. U faqat ata-onalarning ochiqini chiqarish vositasi xolos. Bir qatim yuqorida deb bergan heliqi yurtdoshimning eri bilan paranglashib qoldim. U tuluqsiz o'tir maktabda o'qiyotgan o'g'lini 1000 yuanga elib bergan dal velosipedini bir oy mina-minimal yutirib o'tkashga urg'anligini tasoddifiy deb soldi. Shuning bilan mundaq bir ish yodimga yetib qoldi. Qizim 7000 yuanga olgan tilkamerani yerga tushirib ko'zini chiqavatdi. Bunun bilan 2000 yuan xarjlab tilkameraga yangi ko'z soldirishga to'g'ri keldi. Shu chog'da qizimga chalvaqab o'tirish u yoqda tursin, hatto buningki diqqat qiling degan gapni qilmagan edim. Chunki balamning tilkameraning ko'zini chiqib qo'yganligi sababli bakmo parishon bo'lganligini sezgan edim. Meni shuning o'zi kifoya. Shunga savallikni balaning yuziga silib yurmasakmi, keyin o'zigidan ehtiyot qildigan bo'ldi. Onun ustiga balları to'la azvaylangan gapga bara-bara quloq solmaydigan bo'lib qoladi. Balalarning ehtiyotsizlik yoki ilojsizlikdan sodir qilib qo'ygan unda xatoligini albatta kechirib o'tish kerak. Chunki bola osh xatolikni sodir qilganlik uchun o'zimi yetkicha azoblandi va o'kindi. Shu undaq chog'da balaga qo'l teksak, izzat hurmatiga daxl etgan bola, ota-ona men qaraganda boyliqqa bakrak kuyindi ekan, cho'nglar boshlarning dardini yetish deganni bilmaydi ekan degan o'y kelib qoldi-da, buning bilan ko'ngildagi o'kinishni darhol unutib, ota-onasining zitiga tegadigan ishlarni qilish tarafiga o'tadi. Shunga ashundaq tarbiya usulini qo'llanadigan ota-onalarning bolalari beg'araz, parvosiz, bechig'im, ko'yimsiz bo'lib ketmay qolamdi. Yurtdoshimning erga gepiga yarasha chaqchaq qildim. O'tgan yutib ketgan soatingiz bu nihoyat qimmatli qiladi. Balaning opasi sizni soatni yutiribsan deb urib ketmadimi? dedim. Yurtdoshimning eri bu gapni bolasini velosipedni yutirganlik uchun urg'anligiga dartmalab deganligimni sezdi va ota bilan bolani qandoqmi tanglashtirgul bo'lsin dedi kulib turib. U degan bola, men degan dada.
Balnımı atanının gepini qulağıda tutamdikin, yaxşı adam bolamdikin dep u çoğdap turdigan gepde. Durus. Aile terbiyesinde bundaq zo'migarlar mantiqsi haqiqatan yig'ir. Bundaq kishilar balaga qo'l tekkizishni, balani o'ylaganlik, til tekkizishni balaga ta'lim berganlik deb qaraydi. Dunyoda nadimi kuyimchanlikni til tayoq bilan ifodalaydigan ish bo'lsin. Çoğlarning balalar oldidagi eng ulug'vor odamiyligi balalarni imkoniyatning boricha balalarni o'qitib turib tushunib, balalarning o'sib yetilishiga ular qabul qiladigan usul orqali yetakchilik qilish. Shunga balalarni hadislar, ojizlar qatorida o'zimga bosh egdirman demay, ularga odam qatorida barobar muomala qilish lozim. Ota-onalarmi avliyo emas. Shunga bola oldida gohida chechilib qoladi. Ammo undaq chaqlarda tarsalik qilib turib olmay, o'pkimizni besib olayli. Balani xo'shimiz tutib ketganda, bo'ynimizga mindirib oladigan, judnimiz o'ylab qolgan chaqlarda urib tilaydigan ishni qilmayli. Qisqasi balani har qanday chaqda, har qanday sabab bilan urmaslikni bir xil e'tiqod deb bilayli. Esimizda bo'lsinki, baladagi nuqsonlarni til tayoq bilan emas, chiroyli tarbiya bilanmi tugatkil bo'ladi. Balani urib tillash bara-bara odat tusini olib qoladi. U odatga aylangan ekan, tuzatmak ba'zi mushkul. Boshlang'ich maktabda o'qitgan bolasini hamisha uradigan bir ayol mendan maslahat so'rab keldi. Har qatim bolani urib bo'lib pushaymondan puchilib ketaman, dedi u ayol. Ammo mijozim eski bo'lg'ashqimi, bolam xapqisli o'zim tutolmay uningga qo'l tegizib qo'ydi ekanman. Men uning gaplarini anglagandan keyin ba'zi bir tushunchlar bergandan keyin uningga gapni tegizib beray dedim. Chin ixlosingiz bilan o'ylanib beqing. İdarada boshliqingiz pig'oningizni o'rtib qo'ygan chog'larda uni berib uramsiz. Qarindishingiz yoki xizmatdoshingiz tishingizga tegib qo'ygan chog'larda ularga berib qo'l tegizamsiz. Amaliyotda odam bir harakatga o'tmoqchi bo'lgan chog'larda shu harakatning natijasini chaqmoq tezligida faraz qila oladi. Bola oldida ochiqimni bosolmay qoldi ekanman deganingizga qaraganda, bolani urib olsangiz ochiqingizning besib qoldiganligini, ammo buninglik bilan bolaning sizni hech nima qila olmaydiganligini bolaga qo'l tegizishdan burunla jazmlab bo'ladi ekansiz. O'zingizni sur hayvasi bor xo'jayin deb qaraydiganligingiz uchun odam urishning oqibatidan ansirab ketmaydi ekansiz. Shunga bola oldida har degandila o'pkingizni bosolmay qoldi ekansiz. Oila a'zolari o'rtasidagi munosabat hayotlik musobaqamizdagi eng chunqur kishilik munosabat hisoblanadi. Shunga bolaning mushu xil munosabat davomida his qilganlari uningga umrlik yordami bo'lib qoladi. Men yuqorida gapini qilgan heliq ayolni bolalik chog'larida oila zulmini jiq tortgan mazlummikin deb qoldim. Bir balani kichik chog'lardan boshlabla til tayoqning darbisiga jiq uchirgan deb faraz qilayli. Uning o'zgarchi oila zulmining dardini tortquchi hisoblansimi, undaqlarning tangdan tulisi keyin balasiga o'z kelgan tarbiya usuli bilan muomala qiladi. Dadasiga o'xshashla balaning tuyg'usi deganni parvoyiga elib qo'ymaydi. Undaqlar balasiga kuyinmaydi emas, kuydi. Ammo qandoq kuyinishni bilmaydi. Sapra mijozim ota-onamda udim qolgan o'xshaydi degan gapni doim anglab turamiz. Amaliyotda mijoz qon bilan kiradigan gen emas, balki turmush ta'sirotlarining psixika orqali avatgan hadiyasi. Pedagog Soxominskiy mundaq deydi. Kishilar orasidagi do'q-tambik saposizlikning negizlik belgisi. Do'q-tambik borligi joyda adabsizlik va sovuqchilik bo'lmay qolmaydi. Do'q-tambik vositasida cho'ng bo'lgan bola boshqalarning eng nozik tuyg'ularini his qilish, atrofidagi go'zallikni bayqash qudratidan marhum, so'lintalat, shafqatsiz, tosh yurak cho'ng bo'lib qoladi. Gohi harakatlarda inson uchun eng qo'rqinchli atmish vahshiylik quturab turadi. Hamisha bolasini uradigan bir savodishim bor edi. Bir kuni u gap borlig'ida dadasidan qaqshab berdi. U kichik chog'larda dadasi uni hamisha urarmish. Gapidan qaraganda u savodishimni dadasi hech gapdan hech gap yo'qla uradigan bo'lg'achqa u dadasini past ko'radi ekan. Hatto dadasiga o'chgandiq. Keyin gapimiz savodishimning bolasiga ko'chib edi, u bolasining ayblari va o'zining uni urishdagi sabablarini bir-birlab so'zlab ketdi. Men bola uradigan qo'polligingiz dadag'ingizdan udim qapti ekanda desam, u bu gapimni shu amon rad qildi. Yo'qay, men dadamga o'xshamayman. Dadam meni sababsiz uratdi. Mening bolamning urishimda aniq sabablarim bor. Shundoq. Bola chog'larimizda xalqning g'ami qo'saqda bo'lg'achqa, bolalar qozondagi oshqa ish o'tkazib etib qolsimi tayoq yeydi.
Ammo hozir ota-onalar bolasini ehtimol imtihonda yaxshi natija ala olmading, dars o'rganmay to'g'ri chiqib olding deb urishi mumkin. Ammo buni farqli bulamdi. Menimcha bu ota-bola ikkisining bola urishida faqat birla sabab bor. U bo'lsa-mu bolasi tishig'i tegib qo'ygan hamon o'zini tuta olmay qoladi. Jumladan bola tarbiyasida o'xshashla aqlni emas, mushtini ishga soladi. Demak, bu ota-bolani sapo jihatda o'xshash deyishga bo'ladi. Balaga tekkan til tayoq ko'z oldimizga kichikkina bir masalani hal qilgani bilan bolaning yuragiga unutilmas azob sezilib, saqaymas jarohat qoldirdi. Oilada hamisha tayoq yeydigan bola jismoniy va ruhiy jihatdan zarbaga uchraydi. Shundaqla ota-onasidan ko'rgan xo'rliqlaridan bara-bara zo'ravonlikni o'rgandi. Ko'nglidagi o'zini kamsitish tuyg'usi uni oxiri boshqalarning zitiga tegadigan ish qildigan qilib qo'ydi. Doktor Monster mundaq degan ekan: kishining mijoz xulqidagi har qanday nuqson u bola chog'larida uchirgan ma'lum bir xil nabob muomalaning mas'ulidir. Bolaga til tayoq tekkizish uning sog'lom o'sib yetilishiga mutlaq nuqson yetkazib qolmay, bolaning psixikasini puchaklashtirib yetadi. Odamga nisbatan aytganda psixik kasallik fiziologiyalik kasallikdan og'ir, hatto qo'rqinchli. 2008-yili Avstriyada yuz bergan bir ish Avstriya elini or-nomusga qo'yib, butun dunyoni zilzilaga soldi. Jozef ismli bir ota o'z qizini gamiga to'p-to'g'ri 24 yil qamab qo'yibdi va qizining nomusiga tegib, uningdan 7 balliq bo'pti. Jozef yana o'z onasini so'g'oq balxonaga solab qo'yib, doim oshiqda qiynaydi ekan. Onasi oxiri shu xo'rliqda o'lib ketibdi. Tova, hozirgi kundami Jozefdek uchuv chiqqan yavoylar bo'ldi ekan-a? Keyin axborot vositalari qizib chiqqan ba'zi ipuchlarda ma'lum bo'ldiki, Jozef kichik chog'larida onasining zo'rliq va xo'rlashlariga jiq uchirgan ekan. Bu tipik misol binormal oila tarbiyasining oxiri qanday oqibat elib kelganligini to'liq isbotlay oladi. Qabih oila muhitida o'sgan bola o'zini kamsitadigan, jimxo'r, kishiga aralashmaydigan, o'ylanish va o'zini kamsitish iqtidori ojiz, mijozi o'sal, tushkun bo'lib ketadi ekan. Odamga bola vaqtida singan har qanday ta'sirot umrlik iz qoldirdi. Bola uchun dunyoda ishning kichigi bo'lmag'achqa, u yo'liqqan ushshaq-tushshak ishlarning hammasi uning o'sib yetilishiga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Turmush realligidagi ba'zi ahvollar zulm bilan putar, rahim bilan yetar degan mafkurning haqiqatan mavjud ekanligini isbotlamoqda. 2005-yili Tordan mundaq bir xabarni ko'rgan edim. 13 yoshga kirgan shinyanlik bir qiz xalqaro bolalar piano musobaqasida chempion bo'ldi. Bu qaltis natija aslida 3 yildan buyon dadasi solgan 400 dastakning sharofatidan qo'lga kelgan ekan. Demak, u qizning dadasini zulm bilan putar, rahim bilan yetar deguchilarning tipik vakili hisoblashga bo'ladi. Bu misolning qanchalagan ota-onani bolani urib odam qilish usuliga ishondirganligida gap yo'q. Ammo o'ttir hisob bilan har 2-3 kunda bir tastak yeb turgan bola, bo'libmi qiz bola keyin qanday odam bo'lib chiqa? Uning yuzidagi shaploqning izi birdamdala yutgani bilan yuragidagi jarohat saqiyarmi? U qiz cho'ng bo'lgandan keyin piano chelib o'tmaydi-da. Nurg'un ishlarni qilish kerak. Ammo u qiz kelgusida o'zini kutib turgan shu ishlarga zodi qanday ro'yolat yuzlanar. Navada bu qizning kechmishi vakil xarakterga ega deyilsa, u muvaffaqiyatli tarbiya emas. Faqat noto'g'ri qimmat qarashining hokimiyligidagi intayin usul ahvolga vakillik qila oladi xolos. Chunki usulda shu qizning bejirim qadr-qimmati bilan umrlik baxti faqat natija uchunla to'g'ri etilgan. Bir ayol menga mamnuniyat bilan mundaq deb bergan edi. Balamni urib tillab tursamla ondan gapimni quloq tutadi. Ish qilib bola deganni urib turg'uliq ekan. Menimcha bu ayol mushtumdek bolaning baxt tuyg'usini nazarga olishni bilmaganligi uchunla o'zining nabob tarbiya usulidan mamnuniyat topgan. Ammo u xil saxta mamnuniyat uzunga bormaydi. Nihoyat chiroyli bir qiz bo'ldigan. U o'rganishda yaxshi, iqtidorli, xo'sh beledi. Ammo boshqa jihatlarda hech qanday qusursiz bu qizning doim oshqozoni og'riydi. Keyin oliy maktabda o'qiyotgan chog'da jiddiy xarakterlik oshqozon teshilish kasali bilan jindan ayrilg'ili tasli qopdi. Shunda qilib doktorlar uning oshqozonining 3dan 1 qismini kesib etibdi. So'zim xarakterlik oshqozon 3 oy yog'lig'ining nachar kayfiyat va ruhiy besimga munosabatli ekanligi tibobatchilikda allaqachon isbotlangan. Shunga u qizning kesli va anda-sanda ifodalanib turgan ba'zi bir mijoz xulqidan uning bola vaqtida nihoyat og'ir besimga uchrab, ko'ngilda jarohat qolganligini jazmlashtirdim.
Deganimdek o qiz kichik chog'larda opasining doim urdiganligini, urgandimi nihoyat qattiq urdiganligini so'zlab berdi. Bir qatim u qiz maktabdan qaytib opasining yeniga uyning ochqichini og'il berib, qaytishida opasining xizmatchisiga xo'sh deb qo'yishni unutib chiqib ketibdi. Buning bilan u qizning opasi kashik isminini tugutib yarim kechada qaytib kelibdi-da, tatliq uxlayotgan qizni yutqandan so'rab ochiqib qattiq urib ketibdi. O chog'da bahli qattiq uxlab ketibdi ekanman, dedi u qiz shu chog'da bo'lgan ishni eslab. Apamning alpozidan bahli qo'rqib ketdim. Apamning meni nima uchun urayotganligining sababini uqolmadim. Ishqilib undaq urushqa jiq uchirganman. U qiz apasining yuzini oydimu, ishqilib gunohini qat'iy apasiga qo'ymadi. Hatto gap orlig'ida apam ashundaq qattiq talab qo'yg'ashqa bugungi kunga erishaolganman deb eskartib o'tdi. U qizning ushshaq-chumushak yemaklarni, bo'libmi ochiq narsalarni og'zi besiqmay yeydiganligini bilatdim. Hatto doktor tamoqni bek to'yg'idek yemang deb tapilib turgan bo'lsa-mu, oshqozonini operatsiya qildirib uzun o'tmay yana og'zi besiqmay bir nimalarni yegashga, oshqozoni qanab ketib, hali uzungacha g'izo yeyolmay araj tortibdi. Ammo ostola o'g'langan hamon yana to'xtamay yeyishni boshlabdi. Bir qatim uningga og'zingizni yig'masangiz bo'lmag'idek deb nasihat qilsam, u ko'nglim yerim bo'lsa bir narsa yegim keldi dedi. Shunga nim bo's bo'lmamdi deb yaverdi ekanman shu. Gapning rostini deganda barliq azob oqibatni ichiga yutib kunib qolgan bu qaysar qiz o'rlab turgan pig'onni ushshaq-tushak yemeklar bilan bosadi ekan. Nurg'un kishi bola deganni urib turg'uluq degan gapga yuzda-yuz ishindi. Ulardan nimishqa deb so'rsangiz, men kichik chog'larimda ota-onamning tayog'ini toz yegan, mana shundaq obdan cho'ng bo'ldim-ku deb javob berishdi. Materiallardanmi ba'zi muvaffaqiyat sohiblarining ota-onasidan yegan biror qatimliq tayog'ining sharobati bilan aql tep ketganligi haqida bayonlarni uchirtib qolamiz. Undaq kishilarning o'z vaqtida tayoq yeganligi va keyin muvaffaqiyat qozonganligidan qancha gumonlanmayman. Ammo ularning yegan tayoqi bilan erishgan muvaffaqiyati o'rtasida hech qanday sabab natija munosabati mavjud emas. Ba'zilari ma'lum bir qatimliq tayoqdan keyin hayotida mohiyatlik o'zgarish bo'lganligiga rostlanishindi. Ammo u o'zgarishni hosil qilganligi o'sha bir qatimliq tayoq emas, balki uzoqdan buyon jo'g'inib mukammal holatga o'tgan bir xil kuchning turtkisi. Balaning biror qatimliq tayoqdan keyin odam bo'lib qolganligiga kelsak, uning vujudidagi yuqorida aytib o'tgan jo'g'lama kuchning portlashi dal shu tayoq vaqtiga tasodifiy to'g'ri kelib qolgan. Bundaq bir xabarni ko'rganman. Bir balaning faqat til chiqmabdi, ammo quloq anglaydi ekan. Bir qatim u ehtiyotsizlikdan quduqqa tushib ketibdi. Qiziq yeri u bal qo'rqib ketib tuyuqsizlar, "Voyjon, odam bormi?" deb vaqirab sapdi va shundan keyin so'zlaydigan bo'pti. Demak, ish kishining tasodifiy to'g'ri kelib qilishimi ba'zi shartlar asosida vujudga chiqadi. Shunga balani urib bersa odam bo'ladi deb qarash, xuddi gachini quduq tashlab tili chiqadi deganga o'xshash chek bosmaydigan mantiqa. Zo'ravon tarbiya balani itoatchan qilgani bilan uningga aql farosat berolmaydi. Rayish qilgani bilan talabchanlik va intilishchanlikni o'rgatolmaydi. Zo'ravon tarbiya orqali vaqtliq va yuzaki unumga erishgili bo'lgani bilan uning badaliga bola tushkun va g'amxonlardan bo'lib qoladi. Bola til tayoqning vositasi bilan o'rganishda ancha-muncha olg'a bosganda qilgani bilan bara-bara o'rganishdan seskinib ketadi. Til tayoqning surida itoatchanlik qilgani bilan amaliyotda texmi jahil, tarsa bo'lib qoladi. Til tayoqdan qo'rqib yaxshi odam bo'lgani bilan psixikasi o'zgarib, ruhiyati pichaklashib ketadi. Kishilar birovning muvaffaqiyati yoki mag'lubiyatini mulohaza qilishganda uning sababini cho'ng jihatlardan izlashga odatlanib qolgan. Amaliyotda o'xshash bir madaniyat muhiti va ommaviy ma'rif engining hokimligida cho'ng bo'lgan ikki bola oilasi va ota-onasining bola tarbiyasiga tutgan pozitsiyasidagi farqlar sababli axloq fazilat va iqtidor jihatdan tubdan o'xshamaydigan ikki xil odam bo'lib chiqadi. Chunki bola uchun aytganda oila u o'sib yetilib cho'ng bo'ladigan muhim so'rin. Ota-ona tunji ustoz. Birovdagi ezgu axloqni shu kishining aktiv tirishchanligi va ijtimoiy tarbiyaning sharofatidan yaralgan deb qarash xato emas. Ammo buningda shu kishining kichigidan tortib bir qo'lliq tarbiyalagan odamga tashakkur medali taqashni unutib qolishga hargiz bo'lmaydi. Aksicha bir qism mushtumzo'r quloq kesdilar, bo'libmi jinoyatchilarning ota-onalariga hatto hissdoshlikmi ortiq ketadi. Durust. Ular bolasini qing'ir yo'lga mangsin demagan. Chunki buzuq ablahlarmi o'z bolasini yomon odam bo'lsin demaydi-da.
Әмма ulardagi zo'ravon tarbiya usuli balaning ro'yini kardan chiqarib etgan. Ularning so'z harakati balani rezillikka odatlantirib qo'ygan. Шуңа бәзілерінің жинайтыны жәмият заман яки мектепке артып қойышы, ешекке күчөн етмесі ұр тоқымны дегендек бір іш. Адамның пәзілді варсылық вә ізчілік асасыда етілді. Шуңа hər bir jinoyatchining ota-onasi, balasi, jamiyat va insoniyat oldida tavba qilish lozim. Qisqasi, balaga beradigan mehr-shafqatda uning raishligini, balaga bo'lgan amroqlikda uning ma'lum jihatlik natijasini shart qilmayli. Bulupmu bala degan yerimizden çıkanmay kalgan çağlarda urup tillap yürmeyli. Çünkü atanның balaga bo'lgan kuyimi ve hürmeti berhaq ve şartsızdır. Hammamizga ma'lumki, obdan cho'ng bo'lgan balalarning ota-onalari odatda nihoyat keng qo'saq keladi. Balasi biror ishni buzib qo'ysam, uni bola bilan barobar o'rinda maslahatlashib, sipoyilik bilan hal qilib ketadi. Balasini hurmat qilishni va uningdan zo'qlanishni biladi. Bala günah ötküzüp koygan taqdirdimi, uni hal qilishda sodir bo'lgan masalalar tilga oladi. Boshqa har qanday ishni unga chetib olmaydi. Shunga undaq kishilarning bolalari nihoyat aqlli o'sadi. Ota-onasining beshini og'ritmaydi. Sovet ittifoqida o'tgan dangdor pedagog Makroniko mundaq degan ekan. Oilaviy turmush ibtidosida normal izga tushib ketsa, undaq oilada jazoning hojati qolmaydi. Obdan oilada abadiy urush talash bo'lmaydi. Aile terbiyesinin durus yolu eni şu. Amerika ve Avrupa'daki bazı ellerinin kanununda bala uruş mani kılıngan. Bizdeki bala uruş xahişinin hazır mıxala ümümüzlük saklanışta mundaq iş xil sebep var. Biri ənənevi ideyanın təsiridən atının balını uruş haq deb qaraymiz. Yani biri de bizde bundaq xahişini çekleydiğen kanun yok. Növbətdə elimizdə balalarını qoğdaş doğruluq bir qism qanun nizamlar ma'qullanğan bolsunmu, ular asasən degidek hukum xarakterli alğan yüzək nəslər bolğaçqa çəkləş gücü yox. Onun üstüge bala uruş əzəldən şu ailənin işki işi deb qarılıb kelgəçkə, onun heç kim aralışamaydı. Şuna atalar balasını urup ötürüp qoymısla, onunğa heç kim hörö-pörö deyəməydi. Бүткіл жәмиетте құрамығы yetmegənlər uçuravatqan ro'y zərbiga umumyüzlük sal qaralıyatqaşqa, ailede bala uruşni, balalarını xorlığanlıq deb turadiganlar yo'q deyərlik. Kelgusidagi puhralarning sapasi hozirgi ota-onalarning sapasiga bog'liq. Shunga davlat ota-onalarga bo'lgan tarbiyani keng qanot yoydirib, ularning bala tarbiyalash sapasini o'stirishi, bu haqda qonun turg'uzish orqali balalarni urib tillashni qattiq cheklab, bu jihatda layoqatsiz ota-onalarning homiylik huquqini elib tashlash lozim. Qisqasi, kostyum buralka kiygan odamning hammasila mo'tvar davagili, bola topganning hammasini ota-ona davagil bo'lmaydi. Ota-ona bo'lish uchun balaga qanday kuyinishni bilish kerak. Kuyim u nihoyat cho'ng tema. Shunga uni asta-asta o'rganishga to'g'ri keladi. Uni o'rganishning tunji qadami balani urib tillaydigan odatni tashlash. Səmimizdə bolsunki, hərgizmi kostyum buruluqluq yavoylardan bo'lib qolmayli.